Azizlar, agar 1 minut vaqtingizni ayamasangiz, MRT nima, MCKT nima, qachon qaysiga tushish kerak, afzalliklari va kamchiliklari, kimga mumkin u, kimga mumkin emas, shular haqida tushuntirib o'taman. Gapni MCKT dan boshlaymiz. MCKT rentgen nurlari yordamida ishlashga asoslangan bo'lib, ko'pincha o'tkir va shoshilinch holatlarda ishlatiladi. Suyak sinishi va jarohatlar, o'pka kasalliklari, qon ketishlar, buyrakdagi toshlar. Afzalliklari esa juda tez, 2-5 daqiqa davomida. Metal implantlari bor bemorlar ham bemalol tushishi mumkin. Narxi arzonroq va ko'p joyda topiladi. Kamchiliklari esa nurlanish olish mumkin, homiladorlarda mumkin emas. MRT magnit rezonans tomografiyasi esa kuchli magnit maydon ta'sirida ishlashga asoslangan bo'lib, asosan bosh miya va orqa miyada bo'g'imlar, paylar, yumshoq to'qimalarda, umurtqa pog'onasi grijalarni aniqlashda juda ham qo'l keluvchi usul hisoblanadi. MCKT xirurglarga yordamchi bo'lsa, MRT nevrologlarning asosiy yordamchisi. Afzalliklari esa nurlanish umuman yo'q, bezarar, yumshoq to'qimalarni juda aniq ko'rsatadi. Nevrologik kasalliklar, ayniqsa epilepsiya o'choqlarini aniqlashda ahamiyati katta. Kamchiliklariga kelsak, tekshiruv uzoq davom etadi. 20-40 minut davomida bemor shovqinli joyda qimirlamay yotishi kerak. Bu esa yopiq joydan qo'rqadigan bemorlarni tushirishda muammo keltirib chiqadi. Undan tashqari tanasida metal jismlar, kardiostimulyatorlar, implantlar, endoprotezlar, klapanlar bor bemorlarga tushish mumkin emas. Narxi ham MCKT dan qaraganda qimmatroq. Bu videoni shu paytgacha ikkalasi ham tandirga o'xshaydigan bir xil apparat deb o'ylab yurgan tanishingizga jo'natib qo'ying. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang.